Kecha 17 yoshli bola qimor o'ynab o'zini osib, kutilmagan bir xat qoldirib ketdi. 1-may kuni mahallamizda yashovchi Javlon ismli yigit o'zini osib qo'ydi. 2008-yilda tug'ilgan bu bolaning qoldirgan xati hammani shokka solib qo'ydi. Xatni o'qib, uning otasi ham o'zini osib qo'ydi. Bolaning onasi xatni ochib o'qiganida unda shunday so'zlar yozilgan ekan: Ona, kechiring. Sizni azobga soldim. Dada, kechiring. Siz istagandek o'g'il bo'la olmadim. Dada, nega meni o'zimning hayotimda yashashga qo'ymadingiz? Nega doim kimlargadir o'xshashimni istadingiz? Siz doim pul haqida o'ylaysiz. Meni yaxshi ko'rmaysiz. Men pul topish uchun qimor o'ynadim. Siz doimo menga o'rnak qilib kelasiz.